Assalomu alaykum. Efirda Iqtisod 24. Dasturimiz avvalida sharhlarimiz mavzusi bilan tanishing. Poytaxtimizda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasida savdo salohiyatini kengaytirish va strategik yechimlar mavzusida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. 500 millionlik Turkiy davlatlar investitsiya fondi Vengriya tomonidan ham qo'shilib, hozir 600 million dollarlik yangi Turkiy davlatlarining o'zini investitsiya fondi demak tashkil etildi. Kosmik sanoat iqtisodiy o'sishning texnologik bazasiga aylanmoqda. Kosmos agentligi aerokosmik texnologiyalarni joriy etish orqali bevosita mamlakat iqtisodiyotiga foydasi tegadigan yo'nalish bilan shug'ullanishni boshladi. O'zbek olimlari dunyoda analogi yo'q aqlli plyonka ishlab chiqdilar. Jahon bozorida uning 1 kilogramm kukuni 25 dollarga baholanmoqda. Iqtisodiy dayjest. O'zbekiston banklarida oltin quymalari 1 gramm uchun 1 million 413 ming 30 so'm etib belgilandi. Mamlakat salohiyatini namoyon etuvchi bunyodkorlik amallari taraqqiyot yo'lidan dadil odimlayotgan O'zbekiston uchun odatiy jarayonga aylangan. Obodlikning omillari esa shubhasiz yurtimizdagi tinch va osuda hayot, barqarorlik, odamlarning ertangi kunga bo'lgan kuchli ishonchi hamda ezgu intilishlaridir. Shu sababli ham bugun qayerda bo'lmang, albatta qandaydir yirik bir yaratuvchilik ishlarining ustidan chiqasiz. Hozirda butun respublika uchun namunaga aylangan yangi Andijon loyihasi faqat me'moriy yechimi emas, balki fuqarolarning turmush sifati bilan bog'liq keng qamrovli o'zgarishlarni nazarda tutuvchi bunyodkorlik loyihasi sifatida ham e'tirof etilmoqda. Unda aqlli shahar, eko shahar va inklyuziv jamiyat tamoyillari muhim o'rin tutadi. Prezidentimizning Andijonga tashrifi doirasida taqdim etilgan loyihalar va tashabbuslar viloyatning hududiy rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi. Tahlil ko'p narsaga oydinlik kiritadi. Shu maqsadda studiyamizga ekspert taklif qilganmiz. Suhbatdoshim iqtisodiyot fanlari doktori Nodirbek Rasulov. Prezidentimizning Andijonga tashrifi davomida ko'zdan kechirgan iqtisodiy obyektlar, taqdim etilgan loyihalarning ahamiyati hamda istiqbollari xususidagi fikrlaringizni bayon etsangiz. Andijon alohida bir xususiyatga ega bo'lgan viloyat hudud hisoblanadi, chunki O'zbekiston yer maydoni 1% Andijon viloyatiga to'g'ri kelsa, aholimiz 9% dan oshiqrog'i Andijonga to'g'ri keladi. Davlatimiz rahbari qayerga tashrif buyursalar, o'sha hududni eksportiga alohida e'tibor qaratiladi. Chunki qanchalik o'sha hududni eksport salohiyati oshadigan bo'lsa, o'sha hududda yangi ish o'rinlari yaratilishiga, zamonaviy texnologiyalar kiritilishiga, shu bilan birgalikda aholining daromadliligini oshishiga, bu bevosita mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 2016-yil yakunlari bo'yicha Andijonning eksporti 266 million dollar bo'ladigan bo'lsa, mana 2024-yil yakunlari bo'yicha 1 milliard dollar miqdorida bo'lgan. Bundan ham ko'rish mumkinki, demak 3,5 barobarga oshgan. Ya'ni hududda Andijon viloyatining eksporti, lekin davlatimiz rahbari doim tashrif buyurganda hali foydalanmayotgan imkoniyatlarga ham alohida to'xtalib o'tdilar. Mana Andijonda respublikamizda eng aholi zich joylashgan viloyatlardan bittasi. Bir haftaning ichida foydalanmayotgan 360 ta obyekt aniqlangan. Bundan 100 ga yaqini o'sha 1 yildan beri sotilmay turgan ekan. Davlatimiz rahbarining aynan o'sha xususlashtirish bilan bog'liq, ya'ni juda ham ko'plab obyektlar foydalanmay turganligini ta'kidlab o'tdilar. Bitta misol keltiraman, aynan shunga bog'liq bo'lgan. Hozirgi kunda respublikamizda 48200 ga yaqin xususiy tadbirkorlik subyektlari bo'ladigan bo'lsa, Andijonda 1800 ga yaqin. Ya'ni respublikamiz 3% gina Andijonda ekan. Xususiy tadbirkorlik 14 ta ma'muriy hududga bo'linsa, Andijon 12-o'rinda ekan. Mana shundan ham ko'rinishi kerakki, hali Andijonda juda ko'p qilinadigan ishlar borligini. Boshida bir tahlil qildingiz, 16-yildagi iqtisodiy ko'rsatkich bilan joriy yilga. Bu nimaning hisobiga erishildi? Qaysi yo'nalishlar hisobiga asosan shu iqtisodiy o'sishga erishildi? Mamlakatimizda keyingi paytda xorijiy investorlarni demak jalb qilish, yangi loyihalarni ishga tushirish hisobiga amalga oshiriladi. Andijon o'zi ilgaridan juda ham sanoat rivojlangan hudud hisoblanardi. Ularning qonida savdogarlik, tijorat, hunarmandlik juda ham rivojlangan. Kecha davlatimiz rahbari iqtisodiyotning turli sohalariga, shu bilan birgalikda mamlakatimiz iqtisodiy kompleksiga javob beradigan vakolatli rahbarlariga ham topshiriq berildi. Men o'ylayman, agar shu topshiriqlar o'z vaqtida bajariladigan bo'lsa, bu Andijonni boyagi biz aytgan eksporti 1 milliard emas, 2 milliard dollarga, undan ham yuqoriga yetish imkoniyatlari juda ham katta. Toshkentda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasida savdo salohiyatini kengaytirish, qo'shma tadqiqotlar va strategik yechimlar mavzusida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Unda tashkilotga a'zo davlatlarning yetakchi tahliliy markazlari, mutasaddilari va mutaxassislari qatnashdi. Tadbir
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'tgan yili Bishkekda bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkilotining 11 sammitida ilgari surgan tashabbusi doirasida tashkil etildi. Anjumanning asosiy maqsadi Turkiy davlatlar o'rtasida barqaror savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, savdo to'siqlarini bartaraf etish bo'yicha yechimlarni birgalikda ishlab chiqish, hamkorlikni rivojlantirish va mintaqa iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishdan iborat bo'ldi. Ana shu va boshqa tafsilotlar Lobar Mirsoatova sharhida. Qadimdan shu kunga qadar Turkiy xalqlar iqtisodiyoti va savdo yo'llari orqali geomaydonda o'z nufuziga ega bo'lgan. Ular chorvachilik va hunarmandchilikda ilg'or edilar. Ipak yo'lidagi karvonlar esa xalqaro savdo markazlarini bog'lagan. O'shanda ham muhosib hisobchilar o'zaro bitim va savdo kelishuvlarini olib borishgan. Yangi davrda, ya'ni hozirda ham mazkur an'analar davom etmoqda, faqat yangicha formatda. Zero qo'shning bilan yaxshi bo'lsang, bozoring to'ladi iborasi ham bejiz keltirilmagan. Hafta boshida poytaxtda ilk bor tashkil etilgan Turkiy davlatlar tahliliy markazlarining xalqaro anjumani iqtisodiy integratsiya yo'lida muhim qadamlarni qo'ydi. 20 trillion kub metr gaz zaxiralari bu davlatlarda joylashgan. Bundan tashqari mana neft zaxiralari yoki bo'lmasa aytaylik ko'mir zaxiralari, kritik metal zaxiralari joylashgan va bu davlatlar juda ham jahon iqtisodiyotida katta potensialga ega bo'lgan davlatlar. Birgina mana iqtisodiy yo'nalishda oladigan bo'lsak, transport logistika yo'nalishlari, savdo to'siqlarini kamaytirish yo'nalishlari, yashil iqtisodiyot yo'nalishlari, investitsiya yo'nalishlari va shunga o'xshagan bir qancha iqtisodiy yo'nalishlarda muhokamalarni amalga oshirilyapti. 500 millionlik Turkiy davlatlar investitsiya fondi Vengriya tomonidan ham qo'shilib, hozir 600 million dollarlik yangi Turkiy davlatlarining o'zini investitsiya fondi demak tashkil etildi. Bu investitsiya fondi mana shu Turkiy davlatlarda yangi loyihalar, yangi infrastruktura loyihalarini amalga oshirish yoki bo'lmasa aytaylik kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bo'yicha yana yangi imkoniyatlarni ochib beradi. 16 ta milliy tahlil markazlari ishtirokidagi mazkur xalqaro anjumanda iqtisodiy strategiyalar muvofiqlashtirildi, investitsiya muhiti tahlil qilindi, savdo va transport yo'nalishlari bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Bugün Özbekistan'ın güzel başkenti Taşkent'te ticaretle ilgili önemli bir konferansımız. Toshkentda Turkiy davlatlar tashkilotining savdo salohiyatini kengaytirishga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazildi. Mazkur tadbirni o'tkazish uchun bejizga Toshkent tanlanmadi. Chunki Markaziy Osiyoning yuragi sanalgan poytaxtingiz bugun dunyo miqyosida global tashabbuslar ilgari surilayotgan katta maydonga aylanib ulgurdi. Turkiy davlatlar tashkilotining yetakchi tahliliy markazlarini birlashtiryapti. Bu yerda juda ko'p mavzularda muhokamalar o'tkazilmoqda. Aynan tashkilotga a'zo va kuzatuvchi davlatlarning barqaror iqtisodiy o'sishi, savdo salohiyati, tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish masalasi kun tartibidan joy oldi. Anjumanda ta'kidlanganidek, Turkiy davlatlarda yashil energiyaga o'tish jadallashib bormoqda. Quyosh panellari o'rnatilib, energiya samaradorligiga erishilmoqda. Ammo ekspluatatsiyadan chiqqan panellar, ulardan qayta foydalanish bo'yicha ko'nikma va zaruriy mexanizmlar bormi? Muloqotlarda ushbu yo'nalishda hamkorlikda qator amaliy ishlarni tashkil etish, yashil texnologiyalarni joriy qilish asosida aylanma iqtisodiyot modeliga o'tish, ekologiyani yaxshilash, savdoni raqamlashtirish tashabbuslari ilgari surildi. Men o'z chiqishimda Turkiy dunyoda urbanizatsiya va barqaror rivojlanish masalasi haqida so'z yuritdim. Jumladan Qozog'iston janubidagi Turkiston shahri xususida. Bugun u yerda joylashgan Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasi haqida dunyo bilmoqda. Turkiston tajribasini boshqa hududlarda ham qo'llash mumkin. Chunki atrofimizdagi har bir mamlakatda bunday imkoniyat bor. Tarixiy maskanlarga sayyohlar katta qiziqish bildiradilar. Turizm yo'lga qo'yilsa, infratuzilma o'zgaradi. O'sha davlatga valyuta kirib keladi va bu bilan iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshilanadi. Xalqaro anjumanning kulminatsiya nuqtasi 6 ta hamkorlik memorandumining imzolanishi bo'ldi. Qadimda turkiy xalqlar karvonlarda savdo, madaniyat va ilmni olib o'tishgan. Bugun esa tahlil markazlari orqali tashabbus va g'oyalar, hamkorlikdagi tadqiqotlar va loyihalar yo'lga chiqmoqda. Garvard universitetining o'sish laboratoriyasi iqtisodiy murakkablik indeksi natijalarini e'lon qildi. Ushbu indeks asosida mamlakatlarning texnologik murakkablik va eksport xilma-xilligi bo'yicha reytingi tuzilgan. O'zbekiston iqtisodiy murakkablik reytingida so'nggi 5 yil ichida 25 pog'onaga ko'tarildi va 133 mamlakat orasida 80-o'rinni egalladi. Mamlakatimiz iqtisodiyotida barqaror o'sish kuzatilib, eksport yiliga o'rtacha 20,5% ga oshmoqda. Bu mintaqaning boshqa mamlakatlardagi o'sish sur'atlaridan ancha yuqori. O'zbekiston o'zining eksport portfeliga 67 ta yangi mahsulot turini qo'shdi. Bu 2.1 milliard dollar daromad keltirdi va diversifikatsiya hamda raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha strategiya muvaffaqiyatli ekanini tasdiqladi. Tahlillarga ko'ra, O'zbekiston jahon bozorida raqobatbardosh ustunliklarga ega bo'lgan 162 turdagi mahsulotga ega. Bu uning global iqtisodiyotdagi salohiyatini ko'rsatadi. 2033-yilgacha O'zbekiston iqtisodiyotining o'rtacha yillik o'sishi 5.6% ni tashkil etishi kutilmoqda.
Bu o'sish sur'atlari bo'yicha dunyoda 2-chi o'rin hisoblanadi. Ushbu mavzu bo'yicha ham ekspert fikri bilan qiziqamiz. Bu reyting qanday prinsiplar asosida tuziladi va qaysi jihatlar ko'proq e'tiborga olinadi? Juda ham ko'plab mamlakatning iqtisodiy salohiyatini, iqtisodiy imkoniyatlarini belgilaydigan reytinglar, indekslar e'lon qilinyapti. Ilgari mana hammamiz xabarimiz bor. Ming afsuski O'zbekistonda bir qancha ishlar amalga oshirilsa ham o'sha xalqaro tashkilotlar tomonidan xuddi shunaqa indekslarda demak bizning o'rnimiz yo'q edi. Mana o'sha 2017-yildan boshlab mamlakatimiz o'sha xalqaro tashkilotlarga ochiqligini amalga oshirilishi, olib borilayotgan islohotlarni demak yanada bir ko'rsatish hisobiga mana e'tirof etilyapti. Bu aynan shu hozirgi siz aytgan iqtisodiy murakkablik reytingi ham bu O'zbekistonda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlarni natijadorligini e'tirof etadigan reyting. E'tibor bersangiz 133 ta mamlakatning iqtisodiyoti demak o'sha 2023-yil natijalari bo'yicha tadqiqotchilar tomonidan qayta o'rganib chiqib e'lon qilganda O'zbekiston keyingi 5 yil ichida 25 pog'ona ko'tarilgan. Nimani hisobiga? To'qimachilik sanoatida terini qayta ishlash, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, aytaylik paxta tolasini qayta ishlash, mana mashinasozlik va shunga o'xshagan sohalarda, mebelsozlik sohalarida juda ham katta investitsiya loyihalarni amalga oshirish natijasida mamlakatimizda xomashyo eksportidan tayyor mahsulotlar eksportiga o'tish, raqobatbardosh bo'ladigan mahsulotlar miqdori ko'paydi. Aynan mana shu indeksda O'zbekiston jahon bozorida 167 ta raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarayotganligiga alohida e'tirof etilgan. Yoki keyingi 5 yil ichida 62 ta mahsulot paket ko'payganligini ham e'tirof etilgan. Yana bitta tomoni bor. Bu yerda O'zbekiston Qozog'istonni, Rossiyani, Turkmanistonni ortda qoldirganini ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu indeks mamlakatimiz iqtisodiyotiga qandaydir foyda yoki bir ta'siri bormi? Albatta bu indeks, ya'ni bu reyting natijasi bu mamlakatimizda o'sha keyingi yillarda ayniqsa o'sha investitsion jozibadorlikni oshirish bo'yicha investitsion o'sha sohada amalga oshirilgan ishlar yoki mana siz o'zingiz yaxshi xabaringiz bor, har yili may oyida mamlakatimizda xalqaro investitsion forum tashkil etiladi. Mana har yil mayda ketma-ket 3 yil bo'ldi. Aynan shularning natijasi, shularni mana biz hosilasini deb bemalol aytishimiz mumkin. Chunki mana juda ko'p holatlarda ijtimoiy tarmoqlarda tushunmasdan masalan O'zbekiston tashqi qarzi buncha bo'lib ketdi yoki shuncha mablag' oldik. Mana aka o'sha olinayotgan tashqi qarzlarni, o'sha chet eldan jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalarni natijasi, e'tirofi mana shu reytinglarda ko'rinadi. Shuning uchun men o'ylayman, bu albatta bu O'zbekistondagi qilinayotgan iqtisodiy islohotlarga o'sha xalqaro tashkilotlar, xalqaro institutlar tomonidan yana bir marta e'tirofni bemalol ta'kidlasak bo'laveradi. O'zbek kosmos agentligi huzurida kosmik monitoring va geoaxborot texnologiyalari markazi tashkil etilgan bo'lib, uning mutaxassislari sun'iy yo'ldosh tasvirlari vositasida qishloq, suv, o'rmon xo'jaliklari, kadastr, ekologiya va geologiya sohalarida kuzatuvlarni amalga oshiradilar. Bugungi kunda agentlik 30 dan ortiq xorijiy hamkorlariga ega. Muxbirimizning hozirgi tahlillarida so'z kosmik sanoatning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyati xususida boradi. Shuningdek, tahlillar orqali O'zbekiston ham o'z sun'iy yo'ldoshlariga ega bo'ladimi degan savolga javob olish mumkin. Kosmik sanoat iqtisodiy o'sishning kuchli texnologik bazasiga aylanib ulgurdi. Bu eng yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan tarmoqlardan biridir. Soha shu darajada odimlab ketdiki, 2024-yilda kosmik sanoatning iqtisodiy ulushi salkam 600 milliard dollarni tashkil qildi. Bu raqam 2033-yilga borib 1 trillion dollarga yetishi taxmin qilinmoqda. Orbiting Now veb-sayti ma'lumotiga ko'ra, Yer orbitasida 12 mingga yaqin faol sun'iy yo'ldoshlar mavjud. Shulardan yarmi tijoriy kosmik kompaniyalar hissasiga to'g'ri keladi. AQSh, Xitoy, Rossiya, Hindiston, Buyuk Britaniya kabi davlatlar bu sohada yetakchilardan sanaladi. Lekin bilasizmi, yo'qmi, O'zbekiston ham koinotni o'rganishga paytida o'zining salmoqli hissasini qo'shgan. Yutuqlar qatoriga Toshkent muhandislik byurosida Oy tuprog'ini yerga olib tushgan qurilmaning yaratilgani, Oyni tadqiq qilish uchun Toshkentda ishlab chiqilgan asbob-uskunalar Nevich posyolkasida sinovdan o'tkazilganini kiritish mumkin. Что в Узбекистане начинает зарождаться опять космическая тематика, не представляете, как мне приятно это слышать. Sovet ittifoqi parchalanishi bilan O'zbekistonning aerokosmik sanoati deyarli rivojlanmadi. O'zbek kosmos agentligi faoliyati esa umuman to'xtatildi.
Biroq 2019-yilda prezidentimiz topshirig'iga binoan O'zbek Kosmos qayta jonlandi. O'sha paytda kosmik bozor agentlik uchun yangilik edi. Shu sababli tashkilot birinchi qadamni klassik yo'nalish, ya'ni raketalar, sun'iy yo'ldoshlar yaratish, kosmonavtlarni tayyorlashdan emas, aksincha, aerokosmik tadqiqotlardan boshlaydi. O'zbekistonda bozor yo'q edi. Biz sun'iy yo'ldoshni uchirishimiz mumkin edi va keyinchi degan savol turardi. Mayli uchirdik, butun omma biz haqimizda gapirdi, lekin ertasi kuni biz nima bilan shug'ullanamiz degan savolga javob yo'q edi. Mana endi hozir O'zbek Kosmos agentligida va mamlakatda javob bor. Ya'ni biz agarda hozir o'zimizning milliy sun'iy yo'ldoshimizni koinotga uchiradigan bo'lsak, endi biz undan oladigan ma'lumotlarni qayerga joriy etishni va qanday maqsadda foydalanishni bilamiz. O'zbek Kosmos agentligi aerokosmik texnologiyalarni joriy etish orqali bevosita mamlakat iqtisodiyotiga foydasi tegadigan yo'nalish bilan shug'ullanishni boshladi. O'zbek Kosmos agentligi huzurida kosmik monitoring va geoaxborot texnologiyalari markazi tashkil etilgan. Bu yerda tahlilchilar sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida qishloq, suv, o'rmon xo'jaliklari, kadastr, ekologiya va geologiya sohalarida kuzatuvlarni amalga oshirib, ehtimoliy qonun buzilish holatlarini aniqlashmoqda. 2024-yil sarhisobini qiladigan bo'lsa, o'sha davlat kosmik monitoringi loyihasi doirasida yer munosabatlari, geologiya, ekologiya va shu kabi iqtisodiyotda boshqa tarmoqlarda 100 mingdan ortiq ehtimol yuqori bo'lgan qonun buzilish holatlari aniqlandi. Shuningdek, O'zbek Kosmos agentligi SpaceX, OneWeb, NASA kabi kosmik tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Yaqin kelajakda O'zbekistonning milliy sun'iy yo'ldoshi paydo bo'lishi ham haqiqatdan yiroq emas. Turkiy davlatlar tashkiloti a'zo davlatlari ishtirokida ilmiy texnologik sun'iy yo'ldosh ishlab chiqarish masalasi oldinga qo'yilgan va eng qiziqarli jihati ushbu sun'iy yo'ldoshning bir qismini O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarish hozir ko'zda tutilgan. Aynan fazogirlarni tayyorlash bo'yicha bu Yaponiyaning QTech degan instituti bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. 7 nafar magistrantni O'zbek Kosmos agentligi Yaponiya instituti bilan hamkorlikda Yaponiyaga 2 yil davomida o'qishga yuborishni reja qilgan va ular 2 yil davomida u yerda tahsil olib, yaponiyalik professorlar bilan birgalikda qaysidir ma'noda birinchi O'zbekistonning ilmiy sun'iy yo'ldoshini yasashadi va bu orbitaga chiqarilishi rejalashtirilgan. Aslida biz intellektual ijodda jahonga ibrat bo'lgan, bunyodkor ilm va kashfiyotlari bilan tamaddun rivojiga katta hissa qo'shgan xalqmiz. Bashariyatga ulug' allomalarni yetkazgan yurtimizda bugun ham iste'dod sohiblari juda ko'p va ular o'z ixtirolari bilan mamlakat iqtisodiyoti rivojiga munosib hissa qo'shmoqdalar. Navbatdagi sharhimiz ham ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasiga oid bo'lib, unda so'z olimlarimiz tomonidan yaratilgan yangilik xususida boradi. Darvoqe, o'ylab topilgan yangi mahsulotga hozirning o'zidan tashqi bozorda talab nihoyatda kuchaygan. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Materialshunoslik instituti issiqxonalar uchun aqlli plyonka ishlab chiqdi. Nano kukun texnologiyasi issiqxonadagi haroratni qish va yozin mo'tadil saqlab turishni ta'minlaydi. Bu dunyoda hali analogi yo'q kompozit material sifatida e'tirof etilmoqda. Ularning xususiyatlaridan biri bu nano kukun material plyonkaga qo'shilganda, masalan, quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlarni o'ziga yutib, nafaqat yutib, balki o'zidan infraqizil nurlar chiqarishni boshlaydi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, o'sha quyoshdan kelayotgan milliardlab fotonlar o'zining energiyasiga ega, bu energiyani faqat 22 gradusga tenglarida shu plyonka ichiga o'tkazadi issiqxonaga. Demak, agar tashqi harorat yozda 40 va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, issiqxonaning ichi sovishga intiladi. Tashqi harorat sovuq bo'lsa, minus darajada bo'lsa, minus 5-10, ichki harorat +7, +7 darajada bo'ladi. Mutaxassisning aytishicha, issiqxonaga nano zarrachali plyonkalar qoplanishi natijasida isitish va sovutish xarajatlari 50-60% ga, suv sarfi esa 30% ga kamayadi. Sinovlar davomida hosildorlik teng yarmiga oshgani kuzatilgan. Issiqxona ichiga infraqizil nurlar o'tish hisobiga fotosintez yaxshi bo'ladi. Fotosintez yaxshi bo'lsa, o'simliklar yaxshi rivojlanadi. Yana bir jihat, harorat bir xil bo'lganligi uchun issiqxonani ichida bug' paydo bo'lmaydi. Suv tomchilari paydo bo'lmaydi. Kapalak, ari va boshqa uchuvchi hasharotlarga imkon beradi uchish. Bu esa tabiiy changlanish. Demak, hosildorlik 30% dan 50% ga ortish kuzatilyapti. Yana bir jihat, bu plyonkadan foydalanganda sug'orish suvi 30% gacha kamaygani kuzatildi. Oddiy issiqxona plyonkalari 2-3 yilgacha ishlaydi, eng yaxshi sifatlilari. Bizning plyonkamiz 10 yilgacha ishlashi mumkin. Kashfiyotga Xitoyning Shanghai Daodun Science and Technology kompaniyasi qiziqish bildirmoqda. Tomonlar o'rtasidagi kelishuvga asosan Materialshunoslik instituti bazasida qo'shma sanoat tajriba liniyasi ishga tushiriladi. Keyinchalik O'zbekiston va Xitoyda texnologik zavodlar quriladi. 2026-yilda nano kukun ishlab chiqarish quvvati 10 tonnani tashkil etishi prognoz qilinmoqda. O'zbekistonda yaratilgan aqlli plyonka haqida rossiyalik hamkorlarimizdan eshitib oldik. Dastlab Materialshunoslik instituti bizga namunalarni taqdim
taqdim etdi. Issiqxonada o'tkazilgan sinovlarimiz ijobiy natija ko'rsatdi. Aytish joizki, bizning hamkorligimiz faqat ishlab chiqarish bilan chegaralanmaydi. Aksincha, qo'shma tadqiqotlar, laboratoriya sinovlarini ham qamrab oladi. Biz materialshunoslik instituti bilan O'zbekiston va Xitoy qo'shma zavodlarini tashkil etishga kelishib oldik. Intellektual patent va daromad tomonlar o'rtasida bo'linadi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, dastgohlar va uskunalarga 2000 AQSh dollari kerak bo'ladi. Loyihaga esa 1 million atrofida investitsiya kiritishni mo'ljallayapmiz. Bozorda hozirgi kunda bizdan talab qilish boshlandi. O'zbekistonda ham, xorijda ham tezroq yetkazib beringlar deb. Endi texnologik jarayonlarni oxiriga yetkazishimiz uchun bizga shu yilning oxirigacha muddat kerak. Agarda biz Xitoydagi hamkorlarimiz bilan rejalarimizni amalga oshiradigan bo'lsak, butun dunyoga shu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan texnologiya asosida issiqxona plyonkalarni yetkazib berish imkoniyati paydo bo'ladi. Olimlarning ta'kidlashicha, nano kukunlar texnogen chiqindilarni qayta ishlash natijasida yuzaga keladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 1 kilogramm kukun 25 dollarga baholanmoqda. Undan 100 kilogramm plyonka ishlab chiqarish mumkin. Xitoyda esa issiqxonalar maydoni 780 ming gektarni tashkil etar ekan. Bu nano zarrachali plyonkalar uchun katta bozor degani. Agar kelishuv muvaffaqiyatli amalga oshsa, tomonlar 2030-yilga borib yillik ishlab chiqarish quvvatini 2000 tonnaga yetkazishni maqsad qilgan. Bugungi kunga kelib inson ongi va tafakkuri shu qadar rivojlanib ketdiki, bilim va intellektual salohiyat chin ma'noda katta xazinaga, qudratga aylandi. Rivojlangan davlatlar boyligining asosini ham ilm va fan tashkil qilmoqda. Buni nanotexnologiyalar davri, aqliy mulk hukmronlik qilayotgan hozirgi shiddatkor zamonning o'zi har jabhada ifodalab turibdi. O'zbekistonda ham intellektual salohiyatni yuksaltirish masalasi milliy taraqqiyotning asosiy sharti va mezoniga aylangan. Chunki iqtisodiy globallashuv jarayonlari, dunyo bozoridagi kuchli raqobat, talab va taklif o'rtasidagi muvozanat shuni taqozo qilyapti. Behzodxo'ja Hamidxo'jayev aniq faktlar asosida mavzuni davom ettiradi. Munis loyihasi o'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlanmalarini tijoratlashtirish va bozorga olib chiqishni nazarda tutadi. Buning uchun Jahon banki tomonidan 50 million AQSh dollari miqdorida grant ajratilgan. Shundan 34 millioni 240 dan ortiq know-howlarni moliyalashtirishga yo'naltirildi. Munis loyihasi doirasida moliyalashtirilgan innovatsion g'oyalarning real misollari va moddiy shaklini mana shu ko'rgazmada ko'rishimiz mumkin. E'tiborli jihati shundaki, ko'rgazmada g'oya ijodkorlari o'zlarining mahsulotlarini namoyish etish barobarida potensial investorlarni ham jalb qilish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Qurilishlarda qo'llanilgan metallar, jumladan ugalok deymiz, profil yoki armaturalarda bitta muammo bor. U ham bo'lsa, kisloroddan reaksiya kirish natijasida zanglaydi. Ya'ni korroziyaga uchraydi. Yangi texnologiya, ya'ni qora metallarni korroziya bardoshligini oshirish natijasida uni turg'unligi va bardoshligi 150 yilga kafolatlangan muddat. Mana shu texnologiya bo'yicha biz bir ikkita korxonaga ma'lumot bergan edik. Xitoydan oldingi hafta kelishdi, delegatsiya o'rganib ketishdi va Afg'oniston xaridor bo'lib. Bugun esa Bolgariyadan iloji bo'lsa texnologiyaga sherik bo'layapti. Ya'ni ham investor bo'lib kirmoqchilar. Endi hozir laboratoriya sinovlarini oldik, natijasini keyingi etap sentyabrgacha biz ishlab chiqarishga joriy qilib ko'ramiz. Я как представитель европейской ни одной фирме Yevropaning qator kompaniyalari vakili sifatida O'zbekiston bilan innovatsion loyihalar bo'yicha biznes yuritishga tayyorman. Bu istiqbolli loyihaning kelajagi bor. Mana shu mahsulot asosida hamkorligimizni rivojlantirishimiz mumkin. Innovatsion loyihani bozorga taklif etish ustida ishlash kerak xolos. Shuning uchun biz investitsiya kiritishga tayyormiz. Поэтому мы готовы инвестировать. Rasmiylarning ma'lumotiga ko'ra, tashabbuskorlar grant mablag'laridan tashqari innovatsion loyihalarga xususiy sektordan yana 13 million dollar jalb qilishga erishgan. 50 yillik moliyalashtirish prinsipini joriy etish asosida 50% bu grant beruvchi tomonidan mablag' sifatida ajratilgan bo'lsa, uni sharti narigi tomon ham, ya'ni tashabbuskor ham o'zini mablag'larini yoki bo'lmasam bank kreditlarini yoki investitsiyalarini yo'naltirish sharti asosida moliyalashtirildi. Mana shuni hisobidan ham ko'rishimiz mumkin. Jami 34 million AQSh dollari miqdorida moliyalashtirilgan loyihalar 13 million AQSh dollarini xususiy sektordan jalb etishga ta'minlab berdi. Munis loyihasining 3 ta asosiy ustuni bor. Birinchisi innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'lsa, ikkinchisi 20 dan ortiq ilmiy tashkilotlarni modernizatsiya qilish hisoblanadi. Oxirgi komponent esa yuqorida tilga olingan ikkita ustunni uyg'unlashtirish, ya'ni bir-biri bilan bog'lashdan iborat. O'zbekistonning milliy innovatsion tizimini isloh qilish uchun esa chet ellik ekspertlar jalb qilingan. Munis loyihasi 2021-yilda boshlangan bo'lib, 5 yil davomida amalga oshiriladi. Tashkilotchilarning aytishicha, Jahon banki tomonidan ajratilgan mablag'lar deyarli o'zlashtirib bo'lindi. Qolgan davr mobaynida O'zbekiston xorijiy mutaxassislar ishtirokida ilm-fan va biznes o'rtasidagi zanjirni mustahkamlaydi.
16 aprel kuni O'zbekistondagi tijorat banklarida oltin quymalarining narxi yangi tarixiy maksimal darajaga yetdi. Jahon bozorida oltin narxlari keskin oshishi fonida O'zbekiston banklarida oltin quymalari 1 gram uchun 1,413,030 so'mga baholanyapti. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Toshkent shahri Mirobod tumanidagi Beshqo'rg'on Risvi bozori filialining bino va inshootlarini kimoshdi savdosiga qo'ydi. E-auksion platformasida ma'lum qilinishicha, mulk 0.26 gektar yer uchastkasida joylashgan. Lotning boshlang'ich bahosi 15.94 milliard so'm. Auksion natijalari 28 aprel kuni e'lon qilinishi belgilangan. O'zbekistonda yagona turistik karta joriy qilinadi. Mamlakatimizning turizm eksporti 1.6 karra oshib 3 milliard 500 million dollarga yetdi. Sohada 2000 dan ortiq yangi tadbirkor ish boshladi. O'tgan yili xorijiy sayyohlar tashrifi ilk bor 10 milliondan oshdi. Energetika vazirligi axborot xizmati ma'lum qilishicha, O'zbekistonda 2025-yil boshidan buyon quyosh va shamol elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 2 milliard kilovat soatga yetdi. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti mutaxassislari tomonidan 2025-yilning mart oyida Toshkent shahrida uy-joylar uchun taklif etilgan ijara narxlari tahlil qilindi. Poytaxtda 1, 2 va 3 xonali turar joylarning o'rtacha ijara narxlari o'tgan yilning mos davriga nisbatan sezilarli darajada arzonlashgan bo'lsa, 4 xonali lyuks toifadagi uylar ijarasi biroz qimmatlashgan. Iqtisod 24 dasturining bugungi sonidan o'rin olgan mavzu hamda tahlillarimiz ana shulardan iborat edi. Keyingi yakshanbada yana efir orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.